Assalomu alaykum, yaxshilarim, yaqinlarim. Men uchun bugungi kun o'zgacha. Men bu dunyoda eng baxtli, eng tole kulgan farzandman. Nega deysizmi? Bugun 12-oktyabr. Har bir kunni o'zgacha kutib olaman. Alhamdulillah. Bugungi kunim uchun yaratgan egamga hamd va sanolarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin deyman. Padari buzrukvorim, mehrli mehribonim, bizlar uchun tunni kunga almashtirib, halol mehnatda bizlarni voyaga yetkazib, faqat to'g'rilikka, yaxshilikka yetaklagan, ezgulikka intil bolam, hammasi yaxshi bo'ladi deb yaxshilikni ko'zlaganim, mehri hisobsizim. Bugun shukrona ayyomingiz. Bu kun bilan sizni muborakbod etaman. Baxtimizga onajonimiz bilan qo'sha qarib, uzoq yillar, albatta otajon, uzoq yillar duogo'yimiz bo'lib yuringlar. Hammamizni yaxshi kunlarimizda, yaxshi to'ylarimizda yonimizda bo'lishlik nasib qilsin. Ilohim yana katta haj safarlarga borish nasib bo'lsin. Doimo el nazarida, el ardog'ida barchaga o'rnak bo'lgan, oilasiga vafodor, bizlar uchun hamma narsani bisyor qilgan otam, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Otajonim, xaloskorim, mehri cheksizim, dardlaringizni Allohim shifolab qo'ysin. Sizdek oliyjanob, mehnati halol, sof vijdonli otaning farzandi, erki qizi ekanligimdan faxrlanaman. Boringizga shukr. Biz farzandlar sizga doim ta'zimdamiz otajon. Har kuningiz shodliklarga lim-molim bo'lsin. Bugungi ayyom muborak bo'lsin.